Ulamolarımızdan ba'zilari aytadiki, kim uzluksiz 40 kun ixlos qilsa, uni qalbidan va tilidan hikmat dur to'kilgandek to'kiladi. Ana shundoq ixlos buyuk narsa. Boshqa birlari aytadilarki, ixlos Alloh subhanahu va taolo bilan bandaning orasidagi sirdir. Hech kim bilmaydi. Allohning o'zi biladi, banda bilsa bildi, bilmasa o'ziga. Shuning uchun Allohning siri bo'lganligi uchun uni yozib qo'yaman desa farishta yoza olmaydi, chunki bilmaydi. Sirda. Vasvasa qilaman desa shayton vasvasa qila olmaydi, chunki u ham bilmaydi. Maylini shahvatga tortaman desa havoyi nafsni ham kuchi yetmaydi, chunki u ham bilmaydi. Ana ixlos mana shunaqa buyuk ilohiy sir. Shuning uchun unga musharraf bo'lgan banda katta bir baxtga, saodatga, atrofidan ta'sir o'tmaydigan, na shaytonni, na havoyi nafsni bir kuchi yetmaydigan buyuk maqomga erishgan bo'ladi. Biz ixlos so'zini ko'p eshitamiz, ko'p o'qiymiz. Lekin ixlos nima o'zi desa, ilmiy javob berish imkonimiz yo'q. Ko'pchilikdan so'ralsa, ixlosda deydi. Xo'p, o'sha ixlosda bo'lgan ixlos nima desa, juda o'tib ketsa, bir narsaga jiddiy harakat qilish, astoydil harakat qilish ma'nosini aytishadi. Lekin ruhiy tarbiya ustozlarimiz, qalb kasalliklarini tabiblari bo'lmish mashoyixlarimiz bu kabi maqomlarni har taraflama chuqur tahlil qilganlar, o'rganganlar. Siz bilan biz mo'min musulmonlarga ularni o'rganishning oson yo'llarini ko'rsatib berganlar. Ulamolar ixlos so'zining lug'aviy ma'nosi to'g'risida so'z yuritishar ekan. Arab tilidagi ixlos so'zi tozalash, tuzatish ma'nolarini anglatishini ta'kidlaydilar. Bir narsaga kir yuqqan bo'lsa, nopok narsa aralashgan bo'lsa, noqulay narsa qo'shilib ketgan bo'lsa, ana shu kirni ketkazish uchun harakat qilib, mazkur narsani kirdan tozalab olsa, ana shu narsa kirdan xolis bo'ldi deydi. Ya'ni tozalandi degani. Ifloslikdan xolis bo'ldi, tozalandi. Noqulaylikdan xolis bo'ldi, poklandi. Ana bir narsaning xolis bo'lishi bilan musaffo bo'lishi to'g'risi orasida farq bor ekan. Xolis bo'ldi degani bir kir bo'lib turib, keyin tozalanganga aytilar ekan. Musaffo degani avval boshdan o'zi musaffo turgan bo'lishi ham mumkin ekan. Unga kir ilashmasdan, kir yopishmasdan doimiy pok turgan narsani musaffo deydilar ekan. Xolis bo'ldi degani avval bir kir, avval pok edi, kir yuqdi, kirni ketkazib, kirdan uni tozalandi, tuzatildi ma'nosini berilar ekan. Ruhiy tarbiya mashoyixlari ixlosni ta'riflab aytishadilarki, ixlos ibodatga sazovor zotning yolg'iz o'zini qasd ila ibodat qilishdir. Ixlos ibodatga sazovor zotning yolg'iz o'zini ibodat ila qasd qilishdir. Kecha aytib o'tdikki, bu dunyoda ibodatga sazovor zot yolg'iz Allohning o'zi. Demak, ulamolar ta'rifida ixlos
Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'zini hech narsani unga aralashtirmasdan ibodatini qasd qilishga aytilar ekan. Shu bilan birga aytiladiki, mana shu qasd qilish davomida til, dil va qalb pok bo'lishi kerak. Shularni demak gap so'zi ham pok bo'lishi kerak, niyati ham pok bo'lishi kerak, va qilinadigan amali ham pok bo'lishi kerak. Boshqa bir ulamolar aytadiki, ixlos qalbga ilashgan nopokliklarni niyat bilan xolisona poklab tozalashdan iboratdir. Shunday tozalansinki, ibodat paytida qalbga Allohning o'zidan boshqa hech narsa yaqinlashmasin. Yana boshqa bir ulamolarimiz ixlosni ta'riflab aytadilarki, ixlos Alloh subhanahu va taologa xuddi u zotni ko'rib turgandek ibodat qilmoqlikdir deyiladi. O'tgan ulug' tasavvuf namoyandalaridan Fuzayl ibn Iyoz Samarqandiy rahmatullohi alayhi aytadilarki, odamlarni deb ibodatni tark qilish riyodir. Odamlarni deb ibodat qilish shirkdir. Ikkovini o'rtasida bo'lish ixlosdir. Ya'ni ibodatni odamlar ko'rsin, mani ibodatimni ko'rib maqtashsin deb niyat qilib qilsa mushrik bo'lar ekan. Odamlar gap qilmasin, falandaqa deyapti deb o'ziga farz vojib yoki fazil bo'lgan narsani qilmay ketish riyo ekan, odamlarning gapidan qo'rqib. Ana endi ixlosli odam, odamlar uni so'kadimi, maqtaydimi, ishi bo'lmaydi. Umuman e'tibori yo'q, hisobi yo'q, ularni yo'qdek tutadi-da, yolg'iz Allohning o'zini ko'zlab ibodatini odamlar nima desa qilaveradi. Niyati pok, yolg'iz Allohni niyat qilyapti va Allohni o'zi ko'rsatgandek ibodat qilyapti. Ana ixlos juda ham muhim narsa. Ibodatda qilinayotgan amalda ixlos bo'lmasa qabul bo'lishi mutlaqo mumkin emas. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning ko'pgina oyatlarida dinga ixlos bilan ibodat qilishga amr qilgan. A'budulloha muxlisan lahuddin deydi bir oyatda. Allohning diniga ixlos qilgan holda u zotga ibodat qil. Boshqa bir oyatda a'budulloha muxlisan lahu dini, man dinimni Allohga ixlos qilgan, Allohning diniga ixlos qilgan holimda Allohga ibodat qilaman deydi. Boshqa bir oyatda va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahuddin. Qaralab mushriklarni ularga faqatgina Allohning diniga ixlos qilib ibodat qilish buyurilgan edi, ammo ular boshqa yoqqa yurib ketdi deb ixlosni Allohga ibodat paytida qilmaganlarni qoraladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom ham o'zlarining hadisi shariflarida ixlosga alohida e'tibor bergan. Bir hadisi qudusiyda aytiladiki, Alloh tarafidan al-ixlosu sirrun min sirri istavda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Ixlos mani
sirrimdan bir sirdir. Uni man o'zim muhabbat qilgan bandamning qalbiga joylaganman. Demak, ixlos Allohning sirri. Uni hech kimga bildirmaydi. Farishtalar ham bilmaydi, boshqalar ham bilmaydi. Ana o'sha sirni o'zi muhabbat qilgan bandasini qalbiga joylab qo'yishini Alloh taoloning o'zi aytayapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom hadislaridan birida aytadilarki, "Iza sollaytum alal mayyiti fa akhrisu lahu du'a." Qaysi bir mayyitga janoza o'qib bo'lgan bo'lsangiz, so'ngida uning haqqiga ixlos ila duo qiling. Ana duo qilishda ham ixlos zarur ekan, kerak ekan. Yana bir hadisda sahobalardan birlari aytadilarki, "Kana abi yufakkiru annahu fawqa man dunahu aw lahu fazlun man dunahu." فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وفي رواية أخرى: إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. Ravi aytadilarki, mani otam o'zidan martabasi past odamlarda haqqi bor deb o'ylardi. Men ulardan ustunman degan tushunchalari bor edi. Bular mendan past, martabasi past, boshqa taraflari, ilmi, hamma tarafdan jamiyatda tutgan o'rni unchalik emas. Shulardan men ustunman degan tushunchalari bor edi. Buni bilib qolib payg'ambar alayhisolatu vassalom aytdilarki, sizlarga nusrat berilishi va rizqlanishlaringiz zaiflaringizni sababidan bo'ladi. Zaif hollarni sababidan sizlarga nusrat beriladi, rizq beriladi. Boshqa bir rivoyatda ta'kidlab aytamanki, dedilar Rasululloh akram alayhisolatu vassalam, albatta bu ummat o'zining zaiflari ila nusrat topadi. O'sha zaiflarning duolari, namozlari va ixloslari bilan ana o'sha zaif hollarni ham namoz o'qib duo qilishi bor ekanu, lekin ixlos ana shu ichida bo'lish kerak ekan. Ixlos bilan duo qilsa, ixlos bilan namoz o'qisa, ana shularning namozi, duosi, ixlosi tufayli qabul bo'lib qolsa, zaiflarni tufaylidan ummat butun boshi bilan Allohdan nusrat topar ekan, rizqi keng bo'lar ekan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga savol berib aytdilarki, ya Rasululloh, man as'adun nasi bi shafa'atika yawmal qiyamah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة إنه لا يسألني هذا الحديث أحد أول منك لما عرفت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Buyuk sahobiy Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasuli akram alayhisolatu vassalomga savol berdilar. Ey Allohning rasuli, qiyomat kunida sizning shafoatingiz ila eng saodatmand bo'ladigan banda kim? Qiyomat kunida Rasuli akram alayhisolatu vassalomning shafoatlariga erishganlarning ichida ham eng saodatlisi, eng baxtiyori, eng ulug'i kim? Rasuli akram alayhisolatu vassalom aytdilarki, men bilib turdim Abu Hurayra. Mana shu hadisni sendan boshqa avval birov so'ramasligini bilib turdim.
Chunki sen hadisga nihoyatda qiziqqan odamsan. O'zim o'ylab turuvdim, sen so'rasan kerak deb, sendan oldin birov so'ramasa kerak buni deb. Bilib qo'y. Qiyomat kuni meni shafoatimga erishganlarning ichida eng saodatmani ixlos bilan la ilaha illallohni qalbdan chiqarib aytgan ummatimdir dedilar. Ana ixlos qay darajadagi buyuk narsa ekan. Mana shu haqiqatlarni biz yaxshi bilishimiz kerak. Ixlos faqat namoz o'qiganda yoki ro'za tutganda, yana boshqada emas, har bir narsada kerak. Tavhidda ham ixlos kerak. Gap so'zda ham ixlos kerak. Ixlos bo'lmasdan Allohga boshqalarni sherik qilib, boshqa qilib aytgan gapni Alloh qabul qilmaydi. Biz o'sha poklanish bobida riyoni o'rgandik. Riyokorlik Allohga yoki boshqaga shirkni o'rgandik. Ixlos o'shalardan, demak, tozalanish. Gap so'zda ham, qilayotgan ishda ham, toat ibodatda ham va holda, ya'ni qalbda ham hech narsa yo'q. Gapirmayapti ham, ibodat ham qilmayapti, amal ham qilmayapti, tek turibdi ham, qalbi ham ixlosga to'la bo'lib turishi kerak. Ya'ni har taraflama ixlos zarur narsadir. Ixlos deydilar mashoyixlarimiz, darajasi 3 tadir. Birinchi, ikkinchi, uchinchi bo'lib 3 darajadan iboratdir. Avomlarning darajasi, xoslarning darajasi va xoslarning xoslarining darajasi. Ommaviy daraja, avom xalqning darajasi qandoq desa, haqning muomalasidan xalqni chiqarishdan iboratdir deydi. Haq degani Alloh taolo. Haq taolo bilan bo'ladigan muomalada, ibodatda, iltijoda, duoda, amalda, ro'za tutishda, hamma narsada oradan xalqni chiqarib yuboradi. Odamlar chiqdi. Palonchi ko'rsin, pistonchi eshitsin, palonchi bilsin, palonchini, yo'q. Demak, bir banda Alloh taolo bilan bo'ladigan muomalasida bandalarga e'tibor bermay, yolg'iz Allohni o'ziga ixlos qilib ibodat qilsa, bu avom xalqni ixlosini o'rniga qo'ygan bo'ladi. Haqning muomalasidan xalqni chiqarish. Ana. Demak, yolg'iz Allohning o'ziga ixlos qilgan, iymon qilgan, e'tiqod qilgan, rajo qilgan, butun vujudi bilan berilgan qalbida boshqa narsa yo'q holda ibodat qiladi-yu, shu bilan birga bu dunyo va oxiratning nasibalarini talab ham qiladi. Bu dunyoning nasibalari tani sog'lik, mol dunyo, rizqi kenglik, ofiyat bo'lishi mumkin. U dunyoning nasibalari jannat, jannatdagi qasrlar, hurriyinlar, boshqalar bo'lishi mumkin. Ya'ni ixlos qilish bilan birga dunyo va oxiratni yaxshi narsalarini talab qilish holati ham bor ekan. Bu ixlosning eng past darajasi ekan. Hamma uchun ochiq bo'lgan, uringan bandayki yetisha oladigan daraja ekan. Endi bir muddat mana shu darajada turib, qalbi juda ham poklanib, Alloh taologa juda ham yaqin bo'lib, fazli oshib, hamma tarafdan yetishib qolgan bandalar xoslar qatoriga qo'shilishi mumkin ekan. Ikkinchi daraja. Xoslarning ixlosi qanaqa deyilsa, aytiladiki, xoslarning ixlosi haqning muomalasidan xalqni chiqarish va dunyoni nasibalarini tark qilib, oxiratning nasibalarini so'rash.
Dunyodan hech narsa so'ramaydi. Ko'ngliga sig'maydi bu. Poklanib bo'ldi, bu dunyoning matosi keraksiz boshqa yoki kerakini ishlatadi-yu, qalbida yo'q joyi. Halol, pok, ibodat uchun kerak, bola chaqa uchun kerak, boshqasini ishlatadi, lekin qalbi unga bog'lanib, intilib turmaydi. Namoz qilganda o'qib duo qilyapsa, esiga kelmaydi hali narsalar. Chunki kattarog'i turibdi. Ulug'rog'i turibdi. Muhabbat o'sha yoqqa bog'lanib qoldi. Ana oxiratning nasibasini so'raydi. Oxiratni nasibasini so'raydi. Bu xoslarning ixlosi bo'ladi. Bir muddat endi o'sha banda mana shu holatdan yurib, yana ham Allohga yaqinlashdi, yana ham sifatlari buyuklashdi, yana ham qalbi poklandi, yana ham martabasi ko'tarildi. Endi xoslarning ichidan tanlanib chiqqan nodir shaxslardan biriga aylanib, xoslarning xosiga aylandi. Ana xoslarning xosining ixlosi qanday bo'ladi desa, xoslarning xosining ixlosi Alloh taoloning o'zi uchungina ibodat qiladi. Dunyoni ham so'ramaydi, oxiratni ham so'ramaydi. Allohning jamolinigina so'raydi. Boshqacha qilib aytganda, Allohga Alloh uchungina ibodat qiladi. Alloh o'zingni jamolingni ko'rsam bo'ldi deydi. Chunki ular yaxshi biladi, jamolni ko'rish uchun ikki pog'onani bosib keyin chiqish kerak. U o'zidan bo'ladi, jamolga sazovor bo'lib qolsa. Ana bu buyuk bir maqom. Ular shu duolarida jannatni bergin, do'zaxdan saqlagin deyishmaydi. U maqomdan o'tishgan. Alloh menga jamolingni ko'rsatgan. Ana shuning uchun ba'zi bir katta mutasavviflarni ba'zi bir bu borada aytgan gaplarini ko'pchilik tushuna olmay qiynaladi. Robi'a al-Adaviyani baytlarini aytadi. Robbim, men senga do'zaxingdan qo'rqib ibodat qilsam, do'zaxingga tushirgin degan gapni tushunish olmaydi. Nimaga buni deyapti bu xotin deydi. Yo'q, do'zaxdangina qo'rqib ibodat qilish bu avomning ishi. Muqarrab, qalbi poklangan, qalbida Allohdan boshqani muhabbat qolmagan bandaga bu narsa hech narsa emas. U Allohning jamolidan boshqa narsaga rozi bo'lmaydi. Ibn Fariz, Umar Xayyom boshqalarni baytlarini, demak, mana shunaqa baytlarini tushuna olmasdan boshqa yoqqa buraveradi odamlar. Aslida ular jannatni xohlashadi, do'zaxdan qo'rqishadi. Allohdan hamma nima bor, lekin ular hammasini bilib turib eng yuqorisini so'rashadi. Eng oliysini so'rashadi. Ana ixlosning 3 darajasi mana shu maqomda bo'ladi.